Alo. Yo, vaqt yo'q. Tramvaygacha vaqt yo'q. Ha, donasini 100 mingdan qolmiş shipirlar. Ha, mayli so'bing. Ha, usta bu, assalomu alaykum. Hay usta Samo, yaxshimisiz? Rahmat, qana bo'lyapti, ha? Ha bu tepalaga? Ha, endi biz shipirchi bo'lib ketdik endi biz. Cho'p usta bo'lib ketdik usta bu. Gap yo'q. Kecha malyarchilik qilayotgandingiz? Yo, ota bobomiz bizani cho'p usta bo'lgan. Usta bu nima deyapsiz? Ota bobom etikni o'zlagan edingiz-ku? To'g'ri. Etik qoqqanlar, lekin ararida shipir ham qo'qaverganlar, usta bu. Ha, gap deb qayganda. Ha, kelinglar, davay, qanday shu loyiqalab turibdi. Usta Samo ham kuchayib ketibdi tepaga. Azamat, bu loying umuman shirasi yo'qda, qarada. Usta bu. Labay. Bir 300 mingdan kuniga tushyaptimi ishimiz o'zi? 300 mingdan? Ha, rizqqa yarasha bo'ladi. Bizniki kvadrat shunchadan tushyapti usta bu. Yo'q-ey. Sizlarga maslahatim mana loyga o'tirib yig'ishdinglar. Sasib olib ketsa tavba qilib, ko'rishdik xudo. Azamat, bu loyingni ko'tari, cho'p usta bo'lamiz. Alo. Ha, kimyogarlar ko'chasi, Spektrum shifr zavodi. O'sha spektrum qanaqa ekan o'sha? Qanaqa shifragan o'zi? Ikki xil shifr bor. Silliq va chiziqchali. Bizning shifrlanish shunaqa xususiyati borki, har bittasiga 2 kilo 800 grammdan aziz ishlatiladi. Ha, yuborgan bir ko'rayotgan sifatini zo'r deyapmanmi o'shani? Ha. Eng qizig'i, klient olib kelgan ustalarga bonuslarimiz bor. Marhamat qilinglar. Ha usta bu shikaturga qilmaysizlarmi? Yo'q, jalajon, endi biz shikaturga qilmaymiz, endi biz cho'p usta patolog qilamiz. Azamat, kostyum qani? Optir o'zim. Qani? Usta bu. Ha, qarang. Kimga? Usta. Takabesin sutlaysin. Yesh ustri bo'lmaydi-da Azamat. Bu usta Samo bizning nonimizni yarimta qilibdi. Shifrda ham pulni olamiz. Shikaturkani ham qilaveramiz. Endi tirikchilikda.